Shu kunlarda o'lkamizda oltin kuz hukm surayotgan bo'lsa-da, ushbu faslning salqin va yog'inli kunlari, ayniqsa yaqinda yog'igan qor barchani qish erta kelayotganligidan ogohlantirdi. Jomboy tuman elektr ta'minoti korxonasi xodimlari ham mas'uliyatli mavsum oldidan yuqori kuchlanishli elektr stansiyalari va elektr taqsimlagichlar hamda havo liniyalarini profilaktik ko'rikdan o'tkazib, ta'mirlashga kirishgan. Ayni paytda tumanda ijtimoiy soha va iqtisodiyot obyektlarini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida 1377 kilometr uzunlikdagi havo liniyalari orqali hududlarda o'rnatilgan 633 ta elektr taqsimlagichdan foydalanishmoqda. Mahallalarda eskirgan va muddatini o'tayotgan simyog'ochlar o'rniga beton ustunlar o'rnatilib, yangi havo liniyalari tortilyapti. Mas'uliyatli mavsum oldidan soha xodimlari 50 ta elektr taqsimlagichni mukammal ta'mirlashgan bo'lsa, 88 donasini joriy ta'mirdan chiqarishdi. Shuningdek, 453 kilometr uzunlikdagi elektr simlari profilaktika qilinib, daraxt shoxlaridan tozalandi. Jomboy tumanida 4 ta pastansiya, 633 dona transformator va 1377 kilometr yuqori va past kuchli uzatish tarmog'i bilan ta'minlaydi Jomboy tumanini. Bugungi kunda 50 dona transformator va 146 kilometr elektr uzatish tarmoqlari mukammal ta'minlandi va 88 dona transformator va 300 kilometrdan yuqori elektr uzatish tarmoqlari joriy ta'minlandi. Tumanda 16 dona transformator va 32,7 kilometr elektr uzatish tarmoqlari yangidan qo'yildi. Mukammal ta'mir asosida 200 dona temir beton ustunlar yaroqsiz almashtirib, hozirgi kunda aholiga sifatli elektr energiya bermoqda. Tuman elektr tarmoqlarida zaxira jihozlari yaratilgan 5 dona avtomobil va 2 ta maxsus texnikalar va 4 ta brigada shaylangan va hozirgi kunda 2 ta transformator zaxirasi va 10 dona temir beton ustunlar hozirgi kunda zaxirada olinib turibdi. Elektr uzatish tarmoqlari mana o'tgan yilgidan xulosa qilgan holda Qangli mahalla, Zarafshon, Eski Jomboy, yana bir qator mahallalarda o'sha elektr uzatish tarmoqlari sip kabelga almashtirildi va 14 dona yuklamada ishlayotgan transformatorlar yuqorisiga almashtirib, qo'shimcha transformator o'rnatib, kamchiliklar bartaraf qilindi. Hozirgi kunda mana aholiga 2025-26 yillar kuz mavsumida sifatli va uzluksiz elektr energiya berish maqsadida mana shunday ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Quyosh panellari o'rnatish bo'yicha 4890 kilovatli reja qo'yilgan bo'lib, hozir 100% o'sha ishlar amalga oshirildi va hozirgi kunda o'sha ishlarni yana targ'ibot ishlari amalga oshirilyapti. Aholiga mana shunday quyosh panel o'rnatilganda elektr energiyadan samarali foydalanish va iqtisod bo'lish tartiblari tushuntirilib kelmoqda. Ayni paytda tumanda 38 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud bo'lib, ularning 9 tasi tabiiy gazga, 29 ta mahalla ahli esa suyultirilgan gaz va ko'mir yoqilg'isidan foydalanishadi. Aholini tabiiy gaz bilan ta'minlash va zangori olovning bir maromda taqsimlanishi uchun hududlarda 118 dona gaz taqsimlagich o'rnatilgan. Mas'uliyatli mavsum oldidan soha xodimlari ularning deyarli barchasini profilaktik ko'rikdan o'tkazishgan. Tumanning Guliston mahalla fuqarolar yig'ini hududida tabiiy gaz taqsimlash stansiyasi joylashgan bo'lib, bu yerdan uzatilayotgan tabiiy gaz quvurlari orqali tumandagi 12045 ta xonadon va 19 ta ijtimoiy soha obyektlarini tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojini qondirishga xizmat qiladi. Jomboy tuman gaz ta'minoti bo'limi 2025-2026 yillar kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha amalga oshirilgan ishlari gaz quvurlarini rekonstruksiya qilish bo'yicha 900 metr gaz quvurlarimizni rekonstruksiya qilib yangisiga almashtirildik. Bundan tashqari 118 dona gaz taqsimlash punktlari taftishdan o'tkazildi. 2 dona gaz taqsimlash yuqori bosimli gaz taqsimlash qurilmalarimiz mukammal ta'mirlandi. 13 kilometr gaz quvurlarimiz rektovka qilinib bo'yoqlandi. 48 kilometr gaz quvurlarimiz maxsus pribor yordamida sinalib, ko'rikda o'tkazildi. Yuqori bosimli gaz quvurlarimizni maxsus pribor yordamida tozalandi va havo kompressori yordamida apressovka qilinib, 68 kilometr gaz quvurlarimiz tozalandi. 42 turdagi ehtiyot qismlar yaratilgan bo'lib, o'sha 1-noyabr holatiga shay holga keltirilgan. Kutilmagan holatlar sodir bo'lgan hollarda bir dona texnika jalb qilingan bo'lib, o'sha butkul 42
turdagi ehtiyot qismlar 4 ta guruhga maxsus jalb qilingan bo'lib, kecha kunduz 24 soat xizmatda turibdi. Dehqonobod yirik hududiga o'rnatilgan gaz taqsimlash qurilmamiz yana qaytadan mana nazorat o'tkazilyapti, qaytadan taftix ishlari yana o'tkazilyapti. Bundan tashqari tumanimizdagi yer osti quduqlari yana qaytadan tekshirtirilib, yana qayta tekshirtirilib, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari davom ettirilyapti. Tumanning tabiiy gaz yetib bormaydigan hududlarini suyultirilgan gaz bilan ta'minlash bo'yicha tuman gaz ta'minot korxonasi jamoasi har bir xonadon bilan shartnoma tuzgan bo'lib, ularga me'yoriy qonun-qoidalarga muvofiq o'z vaqtida suyultirilgan gaz yetkazib berishga harakat qilinyapti. Bugungi kunda Jomboy tumanida 29 ta suyultirilgan uglevodorodli gaz bilan moslashgan mahallalar mavjud bo'lib, shundan 33.850 ta iste'molchiga suyultirilgan maishiy gaz ballonda xizmat ko'rsatamiz. Tumanimizda 6 ta Isuzu yuk mashinasi bor. O'sha yuk mashinalarda iste'molchilarga gaz yetkazib berish bilan shug'ullanamiz. Ana bundan keyin noyabr oyi planimiz bizniki 434.890 kilogramm etib belgilangan. To'lig'icha iste'molchilarga yetkazib beryapmiz hozirgi vaqtda. Tarqatish oraliq masofamiz 40 kundan 45 kungacha holatni ko'rsatib turibdi. Iste'molchilar to'liq ID karta bilan ta'minlangan. Undan tashqari bugungi kunda Face ID tizimi joriy etilgan. Yaqinda ko'p bo'lmadi, bir oycha vaqt bo'ldi, yangi tizim o'rnatildi suyultirilgan gazni iste'molchilarga yetkazib berish masalasi bo'yicha. Unda yuzini skaner qilgan holatda pasport ma'lumotlari to'liq kiritilib, haqiqiy iste'molchiga yetkazib berish maqsadida foydalanilyapti. Joriy etildi to'lig'icha. Bizning Jomboy tumanimiz to'liq o'sha Face ID tizimiga o'tildi. Bugungi kungacha 203.850 dona gaz ballon tarqatdik. Bugungi kunda 4077 tonnani tashkil etadi bu. Iste'molchilarga o'z vaqtida yetib borganligi sababi oraliq masofamiz 40 kun 45 kunni tashkil etib turibdi. Mana bir necha yildirki viloyatning Jomboy va Tayloq tumani aholisi Jomboy tumanida joylashgan ko'mir omboridan shartnoma va buyurtma asosida ko'mir xarid qilishadi. 2025-26 yil kuz-qish mavsumi uchun ular Jomboy tumaniga jami 8000 tonna ko'mir mahsuloti tarqatishni rejalashtirishgan bo'lib, shu vaqtgacha 4100 tonnasi tarqatilgan. Tayloq tumaniga esa 12 tonna ko'mir yoqilg'isi berilishi rejalashtirilgan bo'lib, hozircha 5417 tonna yetkazib berilgan. Ma'lumot o'rnida ta'kidlash joizki, bu yil Toshkentning Angren shahrida ishlab chiqarilayotgan 1 tonna ko'mirning narxi 309.800 so'mni tashkil etmoqda. Bu yil 2025-26 kuz-qish mavsumi uchun Jomboy tumaniga reja qilingan 8000 tonna, Tayloq tumaniga 12000 tonna reja qilingan. Shundan hozir Jomboy tumaniga 5076 tonna ko'mir yetkazildi aholiga. Tayloq tumaniga esa 5439 tonna aholiga yetkazib berildi. Hozirgi kunda ko'mir mahsuloti kelyapti, aholilarga tarqatilyapti. Mahalla raislari orqali aholilarga ko'mir yetkazib berilmoqda. Tarqatish jarayoni avvalambor mahalla raislari keladi. Platforma MyCall orqali o'tkazilib, fuqarolarni vedmist qilinib, shu jarayonda ularga talon beriladi. Talon orqali mahalla ko'm boshchiligida fuqarolarga ko'mir mahsuloti yetkazib berilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 9-sentyabrdagi energiya tejovchi texnologiyalarni joriy qilish va kichik quvvatli qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni va unga belgilab berilgan vazifalar ijrosini ta'minlash bo'yicha Jomboy tuman hokimligi, kommunal soha va tegishli tashkilotlar tomonidan targ'ibot va tashviqot tadbirlari olib borilyapti. Shuningdek, tuman hududidagi ko'p qavatli aholi turar joy binolari ta'mirlanib, uylarning kirish eshiklariga domofon va kuzatuv kameralari o'rnatilyapti. Jomboy tumanida kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida tuman hokimligida tuman shtabi tashkil qilindi. Shtabga mutasaddi tashkilotlar, kommunal soha tashkilotlaridan xodimlar biriktirilib, tuni kun 24 soatlik rejim asosida ishlar amalga oshirilmoqda. Navbatchiliklar turilib ishlar amalga oshirilmoqda. O'sha shu fursatdan foydalanib
tuman hokimligida tashkil qilingan shtabning telefon raqamlarini aytib o'tsam, 66 kodi bilan 475 16 16 raqamga murojaat qilishlaringiz mumkin. Bundan tashqari tumanimizda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha elektr korxonasi tomonidan bugunga qadar 88 ta transformatorlar joriy ta'mirlandi. 300 kilometrdan ziyodroq tarmoqdagi shoxlar har xil o'sha simlarga daraxt shoxlarini tozalandi. Bundan tashqari 50 tadan ziyod transformatorlar mukammal, 100 kilometrdan ziyod havo liniyalari mukammal ta'mirlandi. Tabiiy gaz holati bo'yicha tumanimizdagi 38 ta mahalladan 11 ta mahallada tabiiy gaz bilan ta'minlangan. Qolgan mahallalarimiz suyultirilgan gaz ballonlari 40-45 kun oralig'ida o'sha tumanimizda joylashgan Mahbuba gaz servis MCH tomonidan suyultirilgan gaz ballonlari to'ldirilib, o'zlari yetkazib berilmoqda. 6 ta mashinamiz xizmat qiladi, Isuzu mashinamiz. Bundan tashqari ijtimoiy soha obyektlarini, aholimizni ko'mir yoqilg'isi bilan ta'minlash maqsadida ijtimoiy soha obyektlarimizga ajratilgan 4619 tonna ko'mir yetkazildi. Bugungi kunda ishlatilmoqda. Aholimizga 8000 tonna ko'mir tarqatish rejalashtirilgan bo'lib turib, bugunga qadar 4000 tonnadan ziyod ko'mir yoqilg'isi aholimizga tarqatib berildi. Yana ko'mir omborimizda ko'mirimiz mavjud. Shu fursatdan foydalanib, ko'mir oluvchi fuqarolarimizga mahallaga murojaat qilishligini, hozir elektron platforma orqali mahalladan ko'mir ajratiladi. O'sha mahallaga pasport bilan borib, ko'mir yoqilg'isiga ehtiyoji bo'lsa, mahalla tomonidan elektron platforma kiritiladi. Unda tasdiqlangandan keyin ko'mir omborimizdan kelib bemalol ko'mir olib ketishlari mumkin. 70 ta ko'p qavatli uy-joylarimiz bor. 91-yilgacha qurilgan ko'p qavatli uy-joylarimiz 29 dan tashkil qiladi. Bugungi kunda o'sha kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish jarayonida Jomboy tumanimizda faoliyat olib borayotgan Jomboy ishonch kommunal servis boshqaruv servis kompaniyasi tomonidan faoliyat yuritadi ko'p qavatli uy-joylarimizga. Bu eshiklarimizni to'liq remont qildik. Bundan tashqari purjinalar o'sha vaqtida yopilib uni qilish uchun bugungi kunda zamonaviy o'sha prezidentimiz qaroriga asosan, birinchi sonli qaroriga asosan domofonlar qo'yilyapti, yoritish tizimlari bilan ta'minlanyapti. Tom qismlarimiz to'liq shifer va profnastil bilan qoplangan. Bundan tashqari o'sha aholimizga qiynab kelayotgan oqova suv muammosi bor edi Uzunobod mahallamizda. Bugungi kunda 1 kilometr 400 tarmoq tortilib, o'sha mavjud 5 ta va yangi qurilayotgan 5 ta jami 225 xonadonli uy-joylarimiz oqova suv tarmog'i bilan, ya'ni kanalizatsiya tarmog'i bilan ta'minlandi. Tuman markazimizda prezidentimizning 407-sonli qarori asosida ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash maqsadida 12 milliardga ichimlik suv tarmog'i ta'minlanyapti. Bundan tashqari o'sha Toshkent mahallasi hududida joylashgan 500 kublik suv inshootimiz joriy ta'mirlandi. Yangi yonidan 400 kublik suv inshooti qurildi. Mana shu ishlarni xudo xolasa yil yakuniga qadar to'liq tugatib, tumanimiz markazidagi ko'p xonadonli uy-joylar va aholimizga to'liq ichimlik suvi bilan ta'minlashga erishamiz. Xulosa qilib aytganda, Jomboy tumanida kuz-qish mavsumida vujudga kelishi mumkin bo'lgan ayrim muammolar bartaraf etilgan va galdagi vazifalar bajarilmoqda. Hali tumanda yechimini kutayotgan muammolar ham yo'q emas. Shu boisdan tumandagi kuz-qish mavsumiga mas'ul korxona, tashkilot va muassasalar rahbarlari kuzning har bir kuni va daqiqasidan unumli foydalangan holda o'z vazifalarini sidqidildan bajarishlari talab etiladi.